Assalomu alaykum azizlar. Mana quyon xonamiz bitdi. Hikol ikkita quyonimiz bilan mana 3 ta Kaliforniya quyonlarimizni olib keldik. Sharg'un shahriga. Mana uyalari. Hozircha bular yosh 45 kunlik, даже 50 kunlik ham desak ham bo'ladi, plus minus. Mana bu hikollar. Bizlar hozircha arpa beryapmiz. Arpa bilan oziqlanyapti. Suvlari bor. Bemalol. Quyonchilikni boshladik. Bugun chislo 21-mart. Navruz. Navruz kunida mana Husanjon o'g'lim va Hasanjon o'g'lim. Ular boshladi ikkovi, Xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh nasib bo'lsa quyonchilikni ko'paytirib, go'sht sohasi bo'yicha niyat qildik. Albatta. O'ylaymanki sizlarga yoqadi. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. Qo'ng'iroq qilinglar. Bilganlarimizni aytamiz. Alloh sizlardan hammalaringizdan rozi bo'lsin.